aziz tug'ilgan joyi, tog'lari bog'i, tuprog'i loyi. Mening qishlog'im, ota makanim, endi boshqacha uning chiroyi. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir kelib keting qishlog'imizga. Bu qishloq oddiy ko'rinsa-da, unda mehnatsevar, fidoyi insonlar yashaydi. Ularning har biri hayotning haqiqiy qahramonlari. Biz bugun ana shunday insonlardan birini sizga tanishtiramiz. U o'z hayotini el xizmatiga bag'ishlagan, sabr va mehnat bilan hurmat qozongan inson. Bu qishloq qahramonlari hikoyasi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz u biz kutgan qishloq qahramonlari ko'rsatuvi o'z faoliyatini boshladi. Mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bugungi ilk sonimizda biz Surxondaryo viloyati Sherobod tumanining Boyqishloq mahallasidamiz. Shu qishloqda yashab, butun umrini yosh avlodni tarbiyalashga bag'ishlagan o'qituvchi, direktor sifatida fidoyi mehnat qilgan Yusuf O'taganov ustozimizning xonadonida mehmonmiz. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Avvalo ustoz, o'qituvchilik yo'lingiz qayerdan va qanday boshlangan? Kimlarga havas qilgansiz? Kimdek bo'lishga intilgansiz? Mening o'qituvchilik kasbiga qiziqishim o'quvchilik davrimdan boshlangan. Men 56-57 o'quv yilida 1-sinfga borganman. Shu o'qituvchilarimga juda havas qilardim. Savodli, ilmli, chidamli odamlar menga dars berardi. Garchi o'qituvchilar shunday mahoratli bo'lsa-da, o'sha davrni eslasam, juda kayfiyatim buzilib ketadi. Sababi qiyinchilik, yetishmovchilik, 1-sinfdan boshlab paxtaga quva qilish o'quvchilarning joniga tegib ketgan edi. Uni o davrda eslagan har bir odam yig'lagisi keladi. Uylar nachar, maktabimiz nachar. Maktabga yomg'ir yog'sa chakki tomib o'qiy olmay qolamiz. Shunday ahvollarda bo'lsa ham o'qishga qiziqib o'qirdik. Kechalari paxta dalalarida dostonlarni mutolaa qilardik. Ko'p o'qirdik. Svet yo'q, kerosini lampada dars qilardik. O'qishga qiziqishim meni Termiz davlat pedagogika institutiga boshlab bordi. 1966-yilda Termiz davlat universitetida 1-tarix fakulteti ochildi. Men shunga imtihon topshirib kirdim. Endi u davram juda qaloq davr qarang. O'qituvchilar yetishmas. O'quv sharoit og'ir. Tinimsiz paxta terimga, yaganaga, o'toqqa studentlarni quvar. Hatto yoz kanikul oylarida ham qo'ymasdan ishga qo'yardi. Shuncha qiyinchilikka qaramasdan astoydil o'qidik. Bizni o'qitgan o'qituvchilarga havas qilib, o'qituvchilarimizdan juda bir savodli, bilimdon odamlar kelib dars o'tdi. Termiz davlat pedagogika institutining 1-qoldirg'ochi bo'lib tarix fakultetini bitirdim. Birinchi, unda выпуска derdi, birinchi-qoldirg'ochi. Ochilgan vaqtdan boshlab birinchi talabalari sizlar bo'lgansiz. Birinchi talabasi biz. Shundan bitirib 60 kishi o'qishga kirdik, 2 guruhga. Shundan 38 kishi bitirdik. Qiyinchilik, yetishmovchilik, og'ir sharoit, paxta yig'im terigim majbur qilib haydash. Paxtada 4 oylab yotamiz. Hech sharoit yo'q. Yuvinish, taranish degan narsa o'zi yo'q. Ko'plar kasal bo'lib qolardi. Shularga chiday olmasdan 20 ta kishi o'qish tashlab ketib qoldi. Shularga chidaman biz. Baribir hayotda shu bardoshli odamlar yengadi. O'qishni bitirib, hammamizni har yoqqa yo'llanma berib jo'natdi. O'ta majbur edik. Bu joyga borib ishlashga majbur qilardi. Shu yerga borasiz. Men Termiz shahridagi Alisher Navoiy nomli maktabda ish faoliyatimni boshladim. 4-5 yil o'sha yerda ishlab, tajriba orttirib, keyin o'z qishlog'imga o'qituvchi bo'lib ketdim. 1986-yilda cho'lni o'zlashtirish, obod qilish munosabati bilan
qishloqdan ko'pchilik kishilar mana shu Tallashgan cho'liga ko'chib kelib, shu yerda maktabda ishlay boshladi. Maktab ham uy holadagi maktab edi. Uy holida qurilgan maktab. Bolalar sig'mas, ta'lim-tarbiya berish jarayoni juda og'ir. O'qituvchilar yetishmas edi. Juda og'ir sharoitda hech maktab kerak deb bormagan tashkilotim qolmagan. Hech maktab qurib beradigan tashkilot yo'q edi u paytda. Faqatgina bir joydan adres oldim, sovxoz qurib berish mumkin. Juda bir yugurdim zo'ri bilan sovxoz direktori maktab qurib berishga rozi bo'lib, shu maktabni qildirganman. Qiyinchilik bilan qilingan maktab. Endi shu yerda qarib 20 yil maktabga rahbar bo'lib ishladim. Juda ko'plab shogirdlar yetishtirdim. Masalan, mening shogirdlarimdan tarix faniga qiziqtirishimning banag'i yakuni shuki, bir nechta fan doktorlari chiqdi shogirdlarimdan. Masalan, Rustam Safarov, Burxon Jahongirov tarix bo'yicha falsafa doktori. Bo'lib universitetda ishlayapti. Burxon Jahongirov O'zbekiston Jismoniy tarbiya institutida ishlayapti. Rustam Safarov Milliy xavfsizlik akademiyasida ishlayapti. Yana ko'p o'qituvchi bo'lib ishlayotgan shogirdlarim ko'p. Xudoga ming qillar shukr, men 77 bahorda qarshiladim. Bosib o'tgan yo'lim bilan xafa emasman. Faxrlanaman. Necha yil davomida o'qituvchilik bilan band bo'lgansiz? 40 yil o'qituvchi bo'ldim. Shundan necha yilni sizni direktor bo'lganam deb? 20 yilini rahbarlikda o'tkazdim-da. 20 yil direktor bo'ldim. O'g'illarim, qizlarim mening yo'limda yurgan ko'pchiligi. Ikkita o'g'lim o'qituvchi o'z yo'limdan yurgan. Mana Chorvoy maktabga direktor. Eskida qolgan gapda otaning kasbini ham boy bo'ladi degan. Albatta. Mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. O'z umrini ta'limga bag'ishlagan Yusuf bobo orzulari bugun avlodlari davomida yashamoqda. Kenja o'g'li Chori Otaganov ham otasi yo'lidan borib, Sherobodning 65-maktabiga direktorlik qilmoqda. Bu ustozlik merosining davomidir. Bugun 65-maktab hovlisida hayot jo'sh urib turibdi. Yosh, lekin fidoyi jamoa qisqa vaqt ichida katta natijalarga erishmoqda. Direktor Chori Otaganov boshchiligidagi bu maktabda har bir o'qituvchi kelajakka ishonch, har bir dars ertangi kunga poydevor. Yosh jamoa bo'lishiga qaramay ularning mehnati va yutuqlari butun qishloq faxriga aylanmoqda. Avvalo ustoz, sizning ham otangiz izidan borib, otangiz singari umrini ilm, ma'rifat yo'liga baxshida etganingizga, maktab direktori sifatida faoliyat yuritayotganingiz juda ibratli. Shu yo'lni tanlashingizda otangizning qo'llab-quvvatlashlari qanday bo'lgan? Avvalambor meni shu birinchi ustozim otam. Menga shu pand nasihatlari bilan, o'gitlari bilan, o'zini yurishi va bu ustozlarcha bo'lgan yordam ko'magi bilan men ham hozirgi kunda shu otamga yoki shu ustozlarimga ularning pand nasihatlari bilan mana shu bugungi kungacha maktab direktori vazifasigacha yetib keldim deb o'ylayman. Meni bu yo'lda kelishimga avvalambor shu otamning nasihatlari, pand nasihatlari, bergan bilimlari, ustozlarimning bergan bilimlari juda katta deb o'ylayman. Men ham mana shu qo'limdan kelgancha mana shu ustozlarim qatori juda ko'plab ustozlarimiz bizga ta'lim tarbiya bergan. Ana shu ustozlarim qatori men ham shu yoshlarimizga ta'lim tarbiya berib, yangi O'zbekistonimizning eng yetuk farzandlari bo'lib yetishga mana shu prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan shunday bir ajoyib shart-sharoitlar, shunday bir ajoyib bir zamonda yangi O'zbekiston uchun yetuk bir yoshlarni tarbiyalab berishga bor kuch g'ayratim bilan xizmat qilaman deb shu yo'lda tanlaganman. Umrini ta'limga bag'ishlagan Yusuf bobo fidoyilik, sabr va mehr timsoli. Bugun esa uning orzulari farzandida davom etmoqda. Ota yo'li va o'g'il izlari birlashib, avloddan avlodga o'tadigan buyuk ustozlik maktabini yaratmoqda. Bu yo'l ilmga, ma'rifatga, kelajakka eltuvchi yo'ldir. Mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. O'g'lingizning shu sizning sohangizda, sizning yo'nalishingizdan ketishini siz o'zingiz xohlaganmisiz yoki ular o'zlari xohlab sizning yo'lingizdan yurganmi? O'zlari ham xohlagan, men ham xohlaganman. O'qituvchining ishi bu pokiza ish, halol ish, Albatta. hurmatga sazovor ish. Chunki
ko'chada yurganda shogirdlarim ustoz deb kelib salomlasa ham o'qituvchi bir faxrlanadi. 19 ta nevaram bor. Shuning 10 tasi oliy bo'lyapti endi. Bir xillari bitkazdi, bir xillari bitirib ishlayapti. Men bundan faxrlanaman. Albatta bu sizning ularga bergan tarbiyangiz, pand nasihatlaringizning samarasi albatta. Faoliyatingiz davomida kasb qiyinchiliklari, hayot sinovlari ham bo'lganmi? Shular bilan bog'liq xotiralarni tomoshabinlarimiz bilan ham bo'lishsangiz. Men o'zi maktab direktoriman. O'sha paytda qishloq xo'jalik xodimlari bilan barobar chopardik. Kechasi bilan xilab punktda terimni bajar, maktab direktori qo'ymasin uyda yotgan ham. Hozir Xudoga ming qanday shukrman, maktab direktorlari bu paxta degan boladan qutuldi, faqat ta'lim tarbiyani shug'ullanyapti. Biz faqat paxtalik ichida o'sganmiz, direktor bo'lgan bo'lyapti. Xudoga ming qanday shukr, mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o'qituvchining hamma boshida qiyinchilik olib tashlandi. Bundan minnatdorman. Shu prezidentimizdan faxrlansa bo'ladi hozirgi o'qituvchilar. Qiyinchilik, azob-uqubat olib tashladi. O'sha davrdagi qiyinchilik bilan hozirgi vaqtdagi qiyinchilikning osmon bilan yercha farqi bor albatta. Direktorlarning, albatta o'qituvchilarning ham, lekin o'sha davrlarda qaysidir ma'noda bir fayz, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr oqibati, bir-biriga bo'lgan hurmat ham e'tiborga sazovor desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday. Odamlarda mehr oqibat, chunki mehnat, og'ir mehnat ham odamni tarbiyalaydi. Bir-biriga mehr muhabbat juda baland bo'lgan. Mana shu yugur choba-chop ishlarda birga yurgan. Bir yili shu kompyuter degan nomini bilardik biz. Faqat kitoblarda o'qirdik, kompyuterlashayotganimiz nima u deb. Kompyuter degan narsa haqida o'qituvchilarda tasavvur ham yo'q. Mana hozir hamma narsa kompyuterlashdi. Bunisidan xursand bo'lsa bo'ladi. Osonlashdi, yengillashdi ish. Kompyuterda o'qituvchilar ham tasavvur qilolmas edi. Nima narsa u deb. Hozir zo'r. Ustoz, shogirdlaringiz orasida vatan ravnaqi, yurt kelajagi yo'lida xizmat qilayotgan turli sohalarda yutuqlarga erishgan insonlar haqida ham gapirib o'tdingiz. Ularni ko'rganingizda qalbingizda faxr, g'urur tuyg'usi boshqacha bo'lsa kerak-a? Albatta. Men faqat hali olimlar haqida gapirdim. Boshqa sohada ishlaydigan shogirdlar bor ko'p. Qishloq xo'jaligida, maktabda, huquq targ'ibot idoralarida ishlaydigan shogirdlar mumkin. Ularni ko'rganimda bir pog'ona o'saman. O'qituvchining boyligi shogirdlari bo'ladi. Qisqasida. Albatta. Shogirdlardan yaxshi ishlaganingizni hayotda shular ko'rsatib turadi sizni. Shu narsani ham o'ylaganmisiz? Agar siz o'qituvchilik sohasidan ko'ra boshqa sohada tasavvur qila olasizmi o'zingizni? Yo'q, qila olmayman. Shu mening kasbim, ruhimga singib ketgan kasbim. Ya'ni biz o'qigan paytlarda o'qituvchiga shunday ta'rif beriladi. O'qituvchi inson ruhining muhandisi. Ana shu muhandislik vazifam menga chin yurakdan yoqardi. Bugungi yosh o'qituvchilarga, kelajakka, avlodga, tarbiyachilarga qanday maslahatlaringiz, nasihatlaringiz, tilaklaringiz bor? Zeroki ular ham sizning kasb yo'lingizdan o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarib olsalar. Hozirgi yoshlarga beradigan maslahatim shuki, kelajakda o'zi tarbiyalab yetishtirgan shogirdlardan faxrlanib yashash kerak. Institutda o'qigan davrda birga o'qigan kursdoshlarimning ham ko'plaridan mamnun, faxrlanaman. Masalan, Temur Shirinov degan kursdoshim bor. Tarix fanlari doktor, professor, O'zbekiston fan orbobi. Fan doktor bo'lgandan keyin Samarqanddagi O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix instituti direktor bo'ldi. Samarqand davlat universitetiga rektor bo'ldi. Undan keyin xalq ta'limi vaziri bo'ldi. Hozir Islom Karimov nomidagi Oqsaroydagi ilmiy majmuaning rahbari. Ko'plab shogirdlar, tarixchilarni tayyorlayapti. Qishloq qahramonlari ko'rsatuvining ilk sonini mana shunday ibratli hayotda kasbi birlab fayz barakaga to'lgan inson bilan boshlaganimizdan juda ham mamnunmiz. Hurmatli tomoshabinlar, bugun biz ilm ma'rifatning beshligi bo'lgan Turxon zaminining Boyqushloq deb atalmish so'lim go'shasida yashab turgan, umrini, hayotini ilm va ma'rifat yo'lida ta'lim tarbiya masalasiga bag'ishlagan fidoyi o'qituvchi, nafaqadagi ustoz Yusuf bobo Otaganovlar xonadonida o'tkazdik. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Bir kelib keting qishlog'imizga, siz ham jo'r bo'ling
keling qishlog'imizga